Çekilganmiz Matkerimova Yoquqboy 9-asini davraga chiqsin. Abdulmutalib Muhammad Sharif 8-asini davraga, Jo'raxon Shukurlo 7-asini o'quvchisi davraga chiqadi. Matkerimova Yoquqboy Nosirjonning xotirasiga atab o'tkazilgan matematika olimpiadasida faxrli birinchi o'rin olgan. Shogirdlari, olimpiadachi o'quvchilari mana yuzlarini yorug' qilib, yana o'zlarining xotinlarida birinchi o'rinni oldi. Tabriklar. Ikkinchi o'rin 8-sinf o'quvchisi Abdulmutalib Muhammad Sharif. Tabriklar. Uchinchi o'rin 7-sinf o'quvchisi Jo'raxon Shukurlo. Tabriklar. Hop, elimizde bormi? Hop, Nosirjonni sinfini hozir boyimizda elimizda davom ettirayotgan sinf o'quvchilariga sovg'a bergan sinfkom bo'lsin, sinf rahbari sinfkom kelaversin. Hop, sovg'ani qabul qilamiz. Sinfkom bormi? Yoqub Nosirjonni sinfi mana sinfda sinf rahbari. Hop, hamma o'quvchilarga bittadan tarqatib qo'yamiz. Keling, sovg'a oling. Hop, kutubxonachi Sevara maktab kutubxonasiga Yoqublar xonadonidan Dardaboyeva Zamira sinf rahbari. Nosirjonni sinf rahbari 5-11-sinfdagi sinf rahbari. Dardaboyev Jahongir keling. Rahmat. Tadbir tashkilotchilari Muxlisa, Noila mana shunday holatda tashkillash g'oyasiga oyog'i mana shular. Mana shunday holatda tashkillanadi. Mana shu zalda rasm yeb turib menga tashladi Muxlisa, yoqtirma dedi, Kim? Otamizda Dilafroz. Keling, otamizda Dilafroz yana keyingiz. Sotiboldiyeva Sevara. Nosirjonning izdoshlari. Oila izdoshlari. Hop, bir minutlik qiymatli aka marhamat keling. Mana biz oqsoqolimiz, yakunlovchi so'zni siz mana shu jamoamizni eng katta ustuni Usmonov Yahronikiga beraman. Hop, ketib qolishyor davlat qatnashchilari ham. Marhamat, so'zlar sizga. Assalomu alaykum. Mana shu aziz tadbirimizga qatnashchilar, avvalambor xush kelibsiz. Nosirjon haqida juda chiroyli gaplar bo'ldi, haqiqiy gaplar bo'ldi.
Men hammasini analiz qilib o'tirdim, hammasi bor narsa. O'sha o'quvchiligidan hozirgacha bo'lgan barchasi haqiqat bo'ldi. O'quvchiligida tashkilotchi bo'laydi, o'qituvchi bilan tashkilotchi bo'ldi. O'shanda bilimdon edi, hayotda ham bilimini ko'rsatdi. O'zini o'rni, o'zini joyi bo'ldi. Mana shunday orqasidan ustozim deydigan shogirdlarni yaratdiki, uni nomi amali yopilmaydi. Dunyoda 5 ta 6 ta kasbni nomi amali bekilmaydi deyilgan. Ko'prik qilganni, suv keltirganni, suv ochganni, shularning jumlasidan qisqaroq qilamanda, ilm o'rgatganni, sidqi dildan ilm o'rgatganni va hunar o'rgatganlarni orqasidan solih farzandlar qoldirganlarni nomi amali bekilmaydi. Mana shu shogird ustozim deb tan olyaptimi? Demak, bulardan keyingi avlod ham shulardan ta'lim olib shogird bo'lgandan keyin o'shani ham nafi yetadi, Xudo xolasa. Oxiratlarni obod qilsin. Yotgan joyini piri nur aylasin. Mana shu yaxshi so'zlar, yaxshi duolar ijobat bo'lsin. Buni shunday bo'lishi o'zicha bo'lib qolmagan bo'ladi, o'rtoqlar. Buni shunday darajaga tarbiyalab yetkazgan, dunyoga keltirgan onasi, mo'tabar otasi bor bu yerda. Ana shularni izdoshi bo'lganligicha mana shunday bir iz qoldiryapti. Eng bir mashhur qishlog'imizning nufuzli xonadon farzandi edi. Shunday qilib tarbiyalagan, o'qitib katta qilgan, boqib kiyintirib yurib taragan onasiga, dadasiga katta rahmat bo'lsin. Mana hozirda ustozimiz hozirgi daqiqada kerak bo'lsa Rasululloh ravzalarida duo qilyaptilar bugun birinchi qadam. O'tgan farzandlariga duo qiladilar, mavjudlariga sihat salomatlik tilayotgan yurtimizga tinchlik xotirjamlik tilaydilar. Ana shu narsa yurtimizda abadiy bo'lsin. Har bir bandaning duosi ijobat bo'lsin. Mana shu aytilgan so'zlar ham savob bo'lsin. Va sallallohu taala xayri xalqi Muhammad va alihi va ashabihi ajmain. Rahmatga Yana sovg'adan bor ekan, kimga edi bu? Ha. Yana milliy futbol bo'yicha musobaqa o'tkazganmiz. Hop, 3 ta o'rinlar aniqlangan, 3 ta sovg'a bor ekan. Qani jismon tarbiyachilar? Ali Mirza. Ustozing yo'qmi? Ha, bering. Ladobadomni shu ertaga palatda siz bilan Nosirjon ustozlardan birisiz chiroyli qilib milliy futbol nimalarini, hop mana shu yerdagi taassurotlarni tushuntirib, nima qilib olib bo'yalga topshirib qo'yasiz. Mana sizga. E'tiboringiz uchun rahmat. Mana shu eslab nima qilganlarimiz mana Nosirjonni hop uchun bir hujjat bo'lsin. Oxirati obod bo'lsin, joylari jannatda bo'lsin. Oila a'zolariga sabr toqat tilaymiz. Otalarining safarlari bexatar bo'lsin. E'tiboringiz uchun rahmat. Siljimay turasizlar, ayol ayniqsa bu yerda. Hozir mana sinfdoshlar tomonidan ehson tashkil qilingan. Shuni hozir nimalar tarqatib beramiz, bir choy ichib ularga ketasizlar. E'tiboringiz uchun rahmat.